Lecheniya anadan yerinə gəlib turgan bo'lsa, sizlar uchun zo'r sanatoriyalarni podborni aytib qo'yibmiz. Birinchi yo'nalishimiz Naftalan bo'ladi. Primo Urganchdan ketasizlar, odam boshina $520 boshlanadi. 3 mahal ovqati, lecheniyasi, bordiganlik bileti va individual transferlari bo'ladi. Agar yaxshi sharoitli sanatoriy olaman desangiz, 5 yulduzlari $750 boshlanadi. Xohlasangiz bir hafta Naftalan va 3 kun Bakuni aylanib saqlab beramiz. Buning tur paketlarimiz $850 atrofi to'g'ri keladi. Demak, qiziq bo'lsa, aloqa chiqarsa, cho'tga deb tuzishtiramiz. Ikkinchi yo'nalishimiz nafas yo'llari va oshqozon uchun hamda prosta borib dam olib kelajak bo'lganlar uchun to'g'ri keladi. Bu Lenkaran. Bir hafta Lenkaranda 3 kun Bakuda o'rtacha $1000 atrofi chiqadi. Uchinchi yo'nalishimiz esa через Baku пересадка etib Tbilisiga borasizlar. Tbilisidan keyin Borjomida Likani sanatoriyasida bir hafta lecheniya olib, keyin 3 kun Tbilisini aylanib Toshkentga qaytasizlar. Bu tur paketlarimiz o'rtacha $1100 dan chiqadi. Demak, qiziq bo'lsa, bizlar aloqa chiqaverasizlar. Xudo xolasa unutilmas etib, zo'rni holda tashkillashtirib beramiz. Sizning xohishingizdan kelib chiqqan holda sanatoriyalarni va otellarni arzonroq, yo bo'lmasa yaxshiroq variantlarini taxlab bersak bo'ladi. Xudo xolasa hammangizni ofisimizda kutib qolamiz.